Bunaqa arzon narxga aniq uy ko'rmagansiz. Videoni oxirigacha ko'ring, videoga like bosib qo'ying. Bo'stonliq tumani G'azalkan shahri mahalliy til bilan aytilganda Dilbarda hovli uyimiz sotilyapti. Maydoni 2,5 sotuvdan ziyodroq. Tong ko'cha 4-A uy. Darvoza xonamizni kiraverish qismini ko'ryapsizlar, uzundan uzun. Poyga ham o'ynab yuborsanglar bo'ladi. Videoga like bosmadingizmi? Bosib qo'ying. Hovli uyimizdan ko'ryapsizlar. Bu yoq tomon spalniy bilan sanuzel uchun mo'ljallangan. Egalarining mablag'i yetmagani uchun qurilish to'xtatilgan. Bu yoq tomonimizni hol uchun mo'ljallangan panoramli akfalarni qo'yib, vashcha zo'r bo'ladi lekin. Bino inshootimiz 2 qavatdan iborat, xonalar soni 4 ta. 2 ta spalniy, bitta detskiy, TV zonasi ham bor. Uyimizdan ko'rdinglarmi? Sizga ma'qulmi? Videoga like bosib qo'ying. Kommunikatsiyalarga keladigan bo'lsak, muammo yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, egalari $65,000 so'rayotganda, obunachalarim uchun $59,900 ga ko'ndirib qo'ydim. Shoshiling, ulgurib qoling. Bo'stonliq uy bozoriga obuna bo'lish esdan chiqmasin.